Mana shunday yevro remontli uy olaman deganlarga ilohim hammalariga mana shunaqa uylarni olish nasib ro'za aylasin. Xullas, mana shu ko'rib turgan uyimiz 3-mikrorayonda joylashgan 23-maktabda shunday yonginasida. Xullas, mana shu ko'rib turgan uyimiz birinchi xonamiz bo'ladi. Bu spalniyamiz hisoblanadi. Bu kirish xodlari, glavniy eshigi bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi xonamiz bu mehmonxonamiz hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mehmonxonamiz ham pardalari, gilamlari bir-birlariga moslashtirib qilingan. Kirib yashash uchun hamma sharoitlarga ega. Sanuzili, yuvinish xonalari отдельный bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Aristollari bor. Do'stlar, bu oshxonamiz hisoblanadi. Oshxonamizda ham mebellari bor, gazimiz bor, vitishkamiz bor. Kirib yashash uchun hamma sharoitlarga ega. Uyimiz 2 xonali 3-qavatda joylashgan, 3-mikrorayonda, umumiy maydoni 58 kvadrat metr tashkil qiladi. Xullas, lokatsiyamizda 23-maktab, bog'cha, institutimiz joylashgan. Xullas, narxiga keladigan bo'lsak, narximiz 445 million so'm. Batafsil ma'lumot olish uchun pastda nomerlarni qoldiramiz. Srochni bog'lanib bosib yuboradigan joy bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga tezda obuna bo'lib qo'ying.